O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sudga murojaat qilib, Cummins kompaniyani o'sha biznesini 66%ni o'sha egada topish hamda o'sha Cummins kompaniyasiga va Dobryninga, ya'ni shu vaqtda Cummins kompaniyasi boshqarib kelayotgan Vladimir Dobryninga berilgan, biznes uchun berilgan shu $4 million, $4,5 million undirish bo'yicha sudga murojaat qilgan. Mana birinchi marta protsessdan biri qatnashib kelyapmiz. Vladimir ya'ni Maksim Sitanov tomonidan O'zbekiston Cummins O'zbekistonga tikilgan investitsiyalar bo'yicha tegishli hujjatlarni taqdim qildik. Sudda ya'ni shu nizoni mazmuni shundan iboratki, Maksim Sitanov tomonidan O'zbekiston shu Cummins O'zbekistonni rivojlantirish uchun, ya'ni o'sha infrastruktura, ya'ni Cummins biznesini yo'lga qo'yish uchun tikilgan pullar, ya'ni investitsiyalarni evaziga 66% ulush olishga, 66% shu biznesga egalik qilish kerak bo'lgan. Lekin Maksim Sitanovdan tikilgan investitsiya yoki bo'lmasam o'sha ishtirokiga qaramasdan Vladimir Dobrinin tarafdan shu kungacha Maksim Sitanovga 66% biznesga egalik, ya'ni rasmiylashtirib bermagan. Shu holat bo'yicha Maksim Sitanov sudga murojaat qildi. O'zi nima deb o'ylaysiz? Nega o'sha javobgar Dobrinin sudga qatnashmayapti, o'zi kelmayapti? Vladimir Dobrinin sudga qatnashmayapti emas. Vladimir Dobrinin sudda vakillari bor, ya'ni Vladimir Dobrinin nomidan, ya'ni Vladimir Dobrinin imzosi bilan sudda qatnashayotgan shu advokatlar bor. Ya'ni Vladimir Dobrinin suddan xabari bor, ma'lumoti bor, ogohlantirilgan. Lekin sudda kelmayotgani sababi men o'ylaymanki, o'sha biza kiritgan da'vo arizaga yetarlicha yoki bo'lmasam o'sha tegishli tartibda rad qiladigan yoki inkor qiluvchi biron bir dalil bo'lmaganligi uchun o'sha sudda qatnashmayapti deb o'ylaymiz. Agarda tegishli dalillari bo'lganda, menimcha o'sha sudga kelib yoki bo'lmasam suddagi advokatlar tomonidan o'sha tegishli dalillarni berib sudda qatnashgan bo'lardi. Bugungi sud protsessida nima masalalar muhokama qilindi? Aynan Bugun sud majlisi qoldirildi. Javobgar tomoni sudda kelmagani uchun, qatnashmagani uchun sud tomonidan shu qoldirildi. Oxirgi savolim, nega aynan sud ishini O'zbekistonda emas, O'zbekistonda ochdingiz, boshqa davlatda emas? Aynan O'zbekistonda ochildi. Ya'ni o'sha ikkita investorlar guruhi bor. Ya'ni Maksim Sitanov birinchi investorlar guruhi deb oladigan bo'lsak, ikkinchi Maksim Sitanov bilan Vladimir Dobrinin yoki ikkita investorlar guruhi bor. Bitta investorlar guruhi, ya'ni Singapur, Cummins Singapur bilan shartnomalar tuzilgan, tegishli hujjatlar bo'yicha tuzilgan shartnomalar bo'yicha yuzaga keladigan nizoni Angliyada o'sha LCA xalqaro arbitraj sudi ko'riladi deb yozilgan. Maksim bilan tuzilgan shartnomalarda unday shart qo'yilmagan. O'shaning uchun Maksim tegishli bo'yicha O'zbekistonga murojaat qilyapti. Ikkinchi investitsion guruhi o'sha buzilgan huquqlarni tiklash uchun, ya'ni o'sha Angliyadagi xalqaro arbitraj sudiga murojaat qiladi.